Bu mezmula qiziqsanglar, bir bo'lib mayirimizning epkaga nomerlardan birlikda o'zdirnayli. Yaxshimisiz Davudjon, mana sahnaga chiqish olib turyapsiz. Unda hozir qaysi siyasatingizni anglab baxsam bo'ladimi? Jiddiylashyapsiz? Jiddiyleşmedim çünkü bu sende men bilan birga shunday akşamga tenkash qilib turadigan akam bor. Davomli sizlarga utuq omad yor bo'lsin. Keyingi o'tkalga muvaffaqiyatli o'tishinglarni chin dilimizdan umid qilamiz. Rahmat. Mana naqshingizni yaxshi ko'rgan shundaqla sizga madad ilhom berib, alqi sadolarni yoritayotgan barcha dilkashlarimizga o'zingizni bir salomlaringizni berib o'tgan bo'lsangiz. Salam har qaysi bağlıqçı ustozlar, naq maydondagi ko'rmanlar, shundaqla televizor ekran oldidagi qadrdonlar, minglarning hozirgi vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Davudjon Yasindan hammalarga o'tliq salom va oliy ehtiromlar bo'lsin. Davudjon Qarışalmayız, ondan sonra bahalıqçı ustazlarımız qanday bahalarını verirken birlikte anlap bakamızsak. Rahmat. 大武江你好，你是从喀什来的是吧？对。就特别想说，就是其实我在下面跑的时候也见过好多跟他年龄差不多的这样的就是弹唱的这样的小伙子，也特别大家也是特别有的也是比较喜欢唱，但是现在弹吉他的比较多。其实我特别想说一个事儿。就是我们现在好多的这个，特别是90后、00后，其实也包括80后，好多的人现在都不学这些民歌了。现在不光是民歌，包括前面我们听到的这些经典的歌曲，大家都听到了很多这样的我们制作出来的，在餐厅去听的，在酒吧去听的这样的音乐，大家跳舞的音乐听的特别多。现在就很少有人去真正的能唱几句跟唱好是完全两回事儿，这是不是一回事儿？所以我觉得你在大学里面上学，还能会这个歌，就是还能唱，虽然就是这个基本功也好，或者说这个感情也好，会差一些，但是我觉得
这种精神还是挺好的。然后也希望你能继续学习这个好的民歌，然后能让周边的你的朋友们也都把这个好的音乐慢慢把它传承，把它表达出来，好不好？谢谢你。谢谢好，我给你点一个赞，这个。谢谢。 Davutcan, siz o'g'lim bilan tengsiz. Siz Qashqarning Qambarxon temisidagi naqshini nihoyat chiroyli ep kepsiz. Rahmat sizga. Odatda Qashqarning mush xalq naqshlarida bir xil mardonlik chiqib turdi. Tijliq mavah degandekcha. Siz mani sal yugash aytib qoldingiz meningcha. Maningdimi jonliq o'zingizni qo'yib aytgan bo'lsangiz texim yaxshi chiqadi. Siz bir o'quvchi turib, shunday xalq naqshisini tanlab bizga ep kelganingizdan men intayin suyundim. Men sizni qo'llash yuzidan sizga bir chiroq yondirdim. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Mana. Dilshod ustoz. Davutcan, xush kelibsiz. Rahmat, rahmat. Qambarxon nomidagi bu naqshni anglab hozirlanganli bo'ldi. Chunki har bir odamningki hozirlanish nuqtasi o'xshamaydi-ku. Men bu anglab hozirlandim, lekin bizning hozirgi vazifamiz nima degan chaqda anglab hozirlanishdan sirat bizning keyingi bosqichlarga mushu o'quvchining yoki bo'lmasa mushu moyirningki kuch yetamdi. Chunki keyingi bosqichlar intayin keskin emasmi? Shunga men mushu rag'batlantirish uchun madad beray. To'g'ri tushunding. Rahmat. Qani, Cho'lpon ustoz. Xush kelibsiz. Ismingizdan men sizni taqiqali cho'ng pishqan bir o'xshaydi degandim, lekin bak omaq yashash bir o'quvchi yigitkansiz, Davutcan. Ismingizga loyiq shunday xalq naqshlarini, ya'ni Qashqar xalq naqshlarini shunday yaxshi o'qib berdingiz. Endi men shu sizga bir nimani so'qsam, bir taklif fikrni, shu kasbiy texnika jihatdan aytganda sizda shu galg'i tirash bak ig'ir. Bütün puraqni gilingizda oldi ekansiz. Bundaq bo'lganda siz uzoqqa bora olmaysiz-ku. Bu puraq sizda aytdi qo'yoq puraq bor, lekin buni siz shu kuch orqali olgan bo'lsangiz ham rahat. Shu so'rinda nurg'un tomoshabinlar o'tiribdi, siz bütün naqshining purug'ini bundaq qilib olgandan keyin o'zingiz his qilamsiz, qilmamsiz ashuni. Shu gilingiz galg'i kuchash bak ig'ir shunglashqa siz ovozingiz bak yaxshi ekan, puraqni bak yaxshi oldi ekansiz. Siz cho'qim bir texnik shu jicha o'rgandiganga bir ustoz tuting. Yaxshi, rahmat. Rahmat ustoz. Qudrat Abdulla ustoz. Davutcan, xush keldingiz. Rahmat. Duttaga amroq ekansiz, Men demoqchi bo'lganim, cho'qim bir odam bir naqshchi bo'laman, buyuk bir naqshchi bo'laman degan bir orzu qilgan bir odam eng oldi bilan naqshini qarisiga o'rganishga bo'lmaydi-ku. Cho'qim naqshini o'rgangan chog'da bir odamni muqim ustoz tutamisiz, hozir o'rganish usullari jiqku. Bir odamni plastinkasini kelib anglasak, yavon u bu deganda anglab o'rgangili bo'ladi hamda. Lekin eng muhim bo'lgan narsa sizga yetakchi bo'ladigan cho'qim bir chalg'u chala olish kerak. Masalan, menda misol qilaylik, ko'chada undan buni tankashlan to'rdan tushirasiz, u sizning ovozingizni muqim kelmaydi. Majbur o'rganib ovozining o'rnini qo'zg'ab olib, o'zida tabiiy bo'lgan ovozni buzib olgan Iqbol Bakchi. Shunga cho'qim naqshchi bo'laman degan odam oldi bilan bir chalg'u o'rganish kerak. Siz boyaqi do'stingiz Abdullajon Uysazni ustoz tutamsiz yoki boshqa mumkinki boshqa bir sazandan ustoz tutamsiz, cho'qim bir chalg'u o'rganing. O'zingiz bir chalg'uni chaptirib o'rinlagan chog'da anda xalq naqshisi bu boshqa biri. Chalg'u sizning badaningizning bir qismiga aylanganda naqshi yuragingizdan chiqadi. Rahmat, ajoyib ism param bo'ldi. Sizga bugun chiroq bermayman. Abdullajon Uysaz orqali sizning telefon nomeringizni o'qib olsam, siz bilan do'st bo'lib bidaman. Biletirishayli bundan keyin. Rahmat. Mana yuqorida 5 ustozdan 2 ustoz sizga madad ilhom berib chiroqlarni yondirdi. Yana bir qatim sizni qizg'in tabriklaymiz. Unda esa korxonchilar vakillari, korxonchi ustozlarimiz chiroq yiqishni rasmiy yo'sinda boshlasak bo'ladi. 3, 2, 1 boshlandi. Mana korxonchi ustozlarimizmi sizga o'zining moyilligini ifodaladi. Shu sizga moyilligini ifodalagan korxonchi ustozlarga yana bir qatim sizning salomlaringiz orqali rahmatimizni bildiramiz. Rahmat ustozlar.
Ondaqda karxanchalar vakillaridan Şinjan Zulnaz xalqaro so'chak shirkatining qo'rg'uvchisi bo'lgan bizning faxrli karxanchimiz o'zining madad so'zlarini sizga hadya qilmoqchi ekan, qani bir tanlab boqqan bo'lsak. Rahmat. Davudcan, inim, hoş geldiniz, yurtdishim. Biz mag'lubiyat g'albining onasi deydigan gap bor. Mushu ustozlarningki bugun sizga mushundaq bir baho berishi, sizningki keyin qitimda buningdimi texmi qaltis bo'lgan natijalarni olib kelishingizni derak berdi. Bu hargiz yiqilish emas. Buningda hargizmi mayuslanish ketmaydi. Rahmat, rahmat. Eng yaxshi melodiyani bizlarga sundingiz. Rahmat sizga. Texmi tirishing, muvaffaqiyat sizlarga yor bo'lsin. Rahmat. O'zimiz har xil mazmunlar bilan barcha do'stlarimizga madad ilhom berib kelayotgan, xo'shallik ato qilib kelayotgan, yurkada o'tova do'stlarimizni tavlab kelayotgan et naqshani sahnasida o'zingiz yaxshi ko'radigan naqshlarni etib chiqdingiz. O'zingiz arzu qilgan ustozlar bilan nol arlıqda, yaqin arlıqda yüz ko'rishaladingiz. Nurg'ulg'an karxanchalarimizning madad ilhom so'zlari muyassar bo'la oldingiz. Mana bu sizning natijangiz. Davudcan, barcha ustozlarga, karxanchalarga o'zingizning chiroyli tabassumingiz orqali illiq bir kulib o'tgan bo'lsangiz, balkim ekranda sizning ota-onalaringiz, do'stlaringiz, qarindoshlaringiz Davudcan chiqdi bugun programmaga deb taqozo bo'lib ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Unda bo'lsa kulimsirab hammaga men eng qaltis degan bir so'zni o'zingizga shundaqlar tuvanda o'tgan qarindoshlarimiz bir hadya qilib o'tgan bo'lsangiz. Endi hayotlikda yangish bo'lib turdi. Endi abay edimizim deb o'tdi. Mag'lubiyat muvaffaqiyatning onasi edi. To'g'ri. Endi biz mag'lubiyatga cho'qim to'g'ri yuzlanishni o'rganib olishimiz kerak. O'zimizniki kamchilikni bilib olish, endi shu asosda muvaffaqiyat qozona olamiz deb o'ylayman. Sizlarningki bergan har qaysi muallimlarningki taklif fikrlariga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Bu qitim tanlamasangiz hech vaqasi yo'q. Kelar qitim sizni yana o'sha sahnada ko'rishga didor fursatlar me'yor bo'lsin. Rahmat. Qani chavaqlarimiz orqali eng qaltis bo'lgan mayirimiz Davudcanni vaqtincha uzatgan bo'lsak. Davudcan, mana o'ylamgan yerdan oldingi mahir talash bosqichi shalinib ketib qoldingiz. Hozir kayfiyatingiz umidsiz o'tamsiz? Hech qisi yo'q, bu meniki tunji qatim cho'ng sahnaga qatnashib beqishim. Bundan keyin davom ettirishim. Sizga mazraq ko'ngil so'g'imiz bor. Yana Şinjan Hüsnügül so'chashlikda alay ta'minlagan Şerinchish markasidagi teri asrash yurishliklari, shundaqla yangi iqim biopan texnik tekshirishlikda ta'minlagan Neo Style markasidagi qo'riq yo'qotish malhamini sizga alay ko'ngil so'g'imiz qabul qiling. Unda esa keyingi o'tkulimizga sog'lomlik qaytib kelish uchun Davudcan davomli g'ayrat qiling. Keyingi qitim sahnamizga chiqadigan mahirlarimizning esil bo'lgan nomerlarini, shundaqla baholovchi ustozlarimizning baholarini birlikda anglaymiz. Marhamat. Dilshod, mana hozir sahnaga chiqish olib turibsiz, jiddiylashyotamsiz? Albatta, musobaqa bo'lgan kamda jiddiylashish bo'ldi ekan. Sahnaga chiqqandan keyin balkim baholovchi ustozlar sizga chiriqni yiqib, nihoyat yaxshi bo'lgan baholarni berishi mumkin va yoki shalinib ketishingiz mumkin. Agar shalinib ketib qolsangiz, qanday pozitsiyada bo'lasiz? Shalinib ketsam hech qanday umidsizlanmayman. Chunki o'zimning aytmoqchi bo'lgan naqshamni eng yaxshi kayfiyat bilan yaxshi aytib olsam, mana shunga xo'sh. Keyingi o'tkalga o'tkicha tirishsiz bal qo'yib yetmaysiz, shundaqmi? Sizning ham o'ng'ishli holatda keyingi holatga o'tishingizni, shundaqla o'zingizning rolni texnik joriy qildirishingizni chin dilimda umid qilaman. G'ayrat qiling. Baxtliman ko'zimga qaraydigan onam bor. Men yig'lasam yerga qanaydigan onam bor. Men yig'lasam yerga qanaydigan onam bor. Muzlab ketsam hayotni Çudunada rahimsiz Utun qilib putini Qalaydigan anam bor Qalaydigan anam bor
Navrisining chechini taraydigan anam bor kecha kunduz kuylayman men anamning umrini navrisining chechini taraydigan anam bor navrisining chechini taraydigan anam bor taraydigan anam bor Qanday Dilshod yaxshimisiz, xush kelibsiz, qarshi olamiz. Rahmat. Yaqimliq anamba namlıq naqşınız bilan hammaylanga ana shu mehrlik anlarimizni eslatdingiz. Shu suyimlik anlarimiz mangu yashag'ay, teni salomat, umri uzun bo'lg'ay. Bu anamba namlıq naqsha nihoyatda ko'pchilikka tanışıq bo'lgan bir yaqimliq naqsha, shuncha ta'sirlik. Men o'zimmi bu naqshningki emisiga o'zim onaning rolini ag'ashqa, bu naqshga alayda mehrim bor. Shunga men o'ltirib shunday yaxshi ta'sirlik anlab chiqdim. Rahmat sizga. Siz qanaqa qilib bu naqshni aytishni talab qildingiz? Men bu naqshni shu chiqqandan keyin intervyusini ko'rib bak yoqtirib qoldim bu naqshinchi. Bak ta'sirli ishlangan intervyularni sizlarni ko'rgan shu bu naqshni shu restoranlarda tamoq tatqicha aytadigan bugun sal jiddiylashiib putlarim yomon titrab tamtirak ketdim. Xo'sh, unda bo'lsa, baholug'chi ustozlar amdiki qimmatli fursatni sizlarga bergan bo'lsak, baholug'chilarimizdan Dilshod ustoz. Qanaqa qolingiz? Yaxshi ustoz. Obdan parlaq qo'yibsiz mana naqshinjimon. Rahmat ustoz. San'at hayotininki taxmi uzun bo'lishni hemen chin ko'nglimdan qo'llab Dilshodga bir bilet tashimoqchi, chiroq yondirmoqchi. Rahmat ustoz. Rahmat Dilshod ustoz. Sizga rahmat. Yondirgan chirog'ingizga rahmat. Qani, Cho'lpon ustoz. Bak yaxshi aytdingiz, bak shaxsan dastlabda aytgan vaqtida birinchi ovozdalar shu bizning GPGdalar o'ylab degan shunday bir xil nimalar kelib ketdik, titrak bisib ketgandek bir hayajonlanib keldik. Shularning ikkinchi, uchinchi misralarida ovozingizniki to'van qismi mazmun turilmadi, tutqul bo'lmadi. Amaliyotda naqshining avjidan to'van o'rni bak tas. Töven naqshning avji har qanday ovozning eng yuqori pallasi dal bizning eng töven o'rinda. Ya'ni shu qo'saq tarafda. Qo'saqdan ovoz chiqmaydi, lekin kuchni qo'saqning muskul orqali tutimiz emasmi? Shunlashqa mening sizga demoqchi bo'lganim, avjida shunchalik kuchab aytdingiz-ku, nurg'un vaqtlarda naqshchilarda avjiga kuchayman degan mandaq o'y borda, lekin avji kuchash ketmaydi amaliyotda. Haqiqiy texnika o'rgangan naqshchilarda bo'lsa, qancha avjiga kelganda shuncha fonksiyon bo'lib ketadi masalan. Pavolodilar bor masalan. degan işte ichilib ovozni qo'yib aytdi bir xil. Eng egiz yeri eng oson taqa. Andan shu to'van qismi bak tasavvurda shunlashqa tövanda ovozni tutishni cho'qim shuningda bir nima bilib olsangiz siz diqqat qilib o'qidi ekan. Shuni bir jichoni uqlasangizlar siz hozirgi umidlik cho'lpon emas, sarxil cho'lpon emas, nurliq cho'lponlarga gap yo'q bora olasiz. Ovoz tutsangiz shunda yaxshi sehri bor, ham to'lib bowman deymizmi? Luyin qilgan vaqtida shu ovozingiz mishta kengri kirdigan ashtaq tusga shunlashqa mening demoqchi bo'lganim sizning nishoningiz umidlik cho'lpon emas, sirliq cho'lponga menish uchun siz bugundan boshlab qattiq tayyorlik qiling. Rahmat ustoz. Siz baho bo'ldi. Baho bilamsizlar. Ko'sak yana jiddiylashyapsiz. Bizlar ko'nglingiz joyiga tushganda ama baholarni anglab. Qanaroq? Yaxshi. Yaxshi. Undan bo'lsa qani davomli Qudrat ustozning bahosiga quloq solaylik. Dilshod Sattar xush kelibsiz. Xo'sh bo'ldim, yoqtirdim. Rahmat ustoz. Men bir chiroq beray, bak chiqmoqda bo'lsam. Rahmat. Cho'lpon ustozning yoqqan chiriqiga, Qudrat ustozning yoqqan chiriqiga yana bir qatam rahmat aytamiz, rahmat sizlarga. Rahmat sizga, men sizga bir chiroq yondirdim. Rahmat. Rahmat ustoz. Rahmat, Xalida ustoz. Wang Zhang导师。陛下你好。你好。我刚听你唱这歌，我觉得你选歌选的挺好的。虽然就刚才老师们也说了，可能声音有一点不稳定，然后甚至到后面这个高音部分可能有一点用力过猛，但是这个你的音色挺适合唱这个母爱啊、母亲这首歌的，我倒觉得，我还觉得
平时的话，你唱歌的话，应该能打动你周边的人。我觉得你有这个人格魅力，而且你讲笑话的话，应该更棒。我觉得，如果你在讲笑话了，说偏了啊，不过，所以我特别想这个，我觉得每一个选手来这边也是鼓足了很大的勇气，或者做一种尝试，或者对音乐的热爱，我觉得还是应该支持一下。所以我还是把这个点亮，还是谢谢。感谢王江江导师的点评，非常感谢。Əmdiki növbətimiz karxançılar vəkillərinə gəldi. Söyümlük karxançılarımız. Dilşadnınki orunçudaki anam bağlamlıq naqşa sizlərdə qandaq təsirlərini payda qılğandı? Köngüllərdə qandaq təsiratlarını qaldırdı? Qəni ana şu çıraqlarınlar arqalıq bizə öz köngüllərini ifadə edən bolsаңlar. Mərhəmət. Mana karxançılar vəkili toluq çıraq yandırış arqalıq Dilşadni qo'llaydiganligini bildirdi. Rahmat sizlarga. Yana bir qator rahmat aytamiz. Qo'shnilar qo'sa karxanchilarimizning vakillaridan qaysimiz o'ziniki shu ko'ngil bayonlarini bir bayon qilishga chiqib berdi ekan? Yuqorida Dilshadjonning muңлuq, shunda go'zal, yaqinliq ovozi bilan shu Et Naqshani programmasi sahnasiga akapsiz. Ben şundaq rahatlandım, hem ben yoqtirdim. Bundan keyingi basqışda texmo yuqori bo'lgan natijalarni qo'lga keltirishingizni chin dilimdan umid qilaman. Rahmat. Rahmat sizga. Ta'sirli bayonlarni qilib berdingiz. Sizga ko'p rahmat. Endi biz Yeşil Hayat Soda Çekiş Şirketining Tor Sodasi bo'limining direktori bo'lgan Olimjon apandimni sizning keyingi o'tkalga utuqluq o'tganligingizning namoyandasi sifatidagi ana shu medalni bo'yningizga esishga alohida qizg'in olqishlarimiz bilan taklif qilgan bo'lsak, qani Olimjon apandim, sahnamizga marhamat. Olimjon, sizga rahmat. Dilshod, to'yimiz muborak bo'lsin. Qani qizg'in olqishlarimiz bilan bir tabrik etaylik. Muborak bo'lsin. Olimjonning qadamiga rahmat. Hoşuna olsa bugün buna 5 nəfər bahalıqçı sizə şuna isil bahalarını bədi. Həməylə sizinki bunun keyinki basıdığan qədəmlərinizin utuqluq buluşuğa tiləklərini bildirdi. Qəni siz keyinki basqışlarga ötüş davamında qaysı ustazni özünüzə yetəkçi qılıb tanlashni o'ylashyapsınız? Men Dilshod muallimni parlay. Dilshod muallimni parlamsiz. Ma'qul nafuzat. Qani, marhamat. Dilshod ustoz muborak bo'lsin. Yana bir isil shogirdga erishdingiz. Menimcha Dilshod ustozniki atrofliq ko'ngil qo'yib tarbiyalash natijasida Mahirimiz Dilshod bundan keyingi musobaqa o'tganlarida cho'qim o'z iqtidorini va talantini teqim yaxshi namoyon qila oladi. Dilshod, yana bir qatam sizga utuq tilayman. Muborak bo'lsin. Mana Mahirimiz Dilshodning naqshini o'ngishli holatda tamomlab o'tdi. Yana muborak bo'lsin Dilshod. Mana 5 nafar baholovchimiz o'ngishli holatda sizga nayt isil bo'lgan baholarni berib o'tdi. Shunaqlab 5 nafar baholovchimiz 5 tal chiroq yoqdi shunaqo. Undan so'ng hozirgi sizniki mush holatingiz, kayfiyatingiz qandaroq? Rahmat, men bak hayajonlandim. Men 5 ustozning chiroq bosishini o'ylab baxmagan bak xushal bo'ldim. Ham barliq karxanchilarmi menga chiroqlarni bosdi. Rahmat sizlarga. Men keyin qatimliq musobaqaga texmo tirishib, o'zim eng yaxshi namoyon qildigan eng isil naqshlarim bilan yana davomli ko'rmalarni huzuriga sunaman. Rahmat. Rahmat Dilshod, biz ham keyin o'tkalgan o'ngishli o'tganligingizni yana bir qatam tabriklaymiz. Barcha omad, xo'shalik, natija davomli sizga bo'lsin. G'ayrat qiling. Et Naqshani programmamizning sahnasi ana shundaq mehr muhabbatga to'yingan, o'zining ana shu mehrlik naqsi orqali o'z ishonchisini, o'z irodasini, o'zining iqtidorini, talantini namoyon qila oladigan va qilishni xohlaydigan barliq suyimlik har millat qarindoshlar uchun har vaqt ochiq. Shunga har millat mahirlarimizning tatinmasdan Et Naqshani programmamizga dadil qatnashishiga chin qalbimizdan tilakdoshmiz va umid qilamiz. Hoş görmen dostlar, yakınlarda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Okean televiziyasi birlashib boshqurgan, ro'yobga chiqargan Et Naqshani nomli cho'ng tutki televiziya san'at programmasi. Endi sahnani tuvandagi mahirimizga bersak, qani bu mahirimiz xuddi Dilshodga o'xshashlar baholovchilarning yaxshi bahosiga erisha olarmikin?
Bu mahir özününki talantını ve maharetini qandaq namayan qılıdığandı. Endi biz birlikte tövendeki mahirimizin yıkımlıq küyüge kulak salayız. Yaxshimisiz? Aldı bilan ekranda ko'rmalarga o'zingizni bir tanishtirib o'tamsiz? Salam, televizor ekran oldidagi muhtaram aziz mehmonlar. Men Fatihdan kelgan Mahir Turg'unjon Hojidan sizlarga salomlar bo'lsin. Turg'un Hoji, mana sahnaga chiqish oldida turyapsiz. Hozirgi hissiyotingizni anglab baqsam bo'ladimi? Hozirgi hissiyotim sal jiddiylashish bor, ammo g'ayrat qilaman. Bu jiddiylikka hargiz tan bermayman. Agar tuyuqsiz sahnaga chiqayotganingizda sholinib ketib qolsangiz umidsizlamsiz? Unda bo'lmas. Agar navoda sholinib ketib qolsam hargiz unda bo'lmasligi mumkin. Chunki biz mushu sahnaga chiqishimizning o'zi bir g'alaba deb o'ylayman. Davomliq mana shunday eng yaxshi kayfiyatlar bilan, zo'r ishonchlar bilan o'zingizning rolini to'liq joriy qildirishingizni umid qilman. Unda bo'lsa sahnada sizga muvaffaqiyat yor bo'lsin, g'ayrat qiling.送来了春的气息，每一朵花儿都绽放美丽，绽放在你的怀抱里。祖国的大花园春光旖旎，历史的长河奔腾不息，每一朵浪花都流淌传奇，流淌在你的血脉里。大海的抒怀在无边无际，亲爱的祖国，我们祝福你，祝福你永远呀可喜呀可喜，美好是时代我们歌唱你，永远永远都呀可喜呀可喜。Bu qatımlıq ötkəldin Turg'un Hoji o'ngishga o'tib ketamiz. Baholib ustozlarimiz Turg'un Hojiga qandaq baholan berganda va mana hozir naqmadan kayfiyatda qaraydigan bo'lsak, barliq korxonachilarimiz, shundaqla mehmonlarimiz o'rnidan turib ketdi. Chunki Turg'un Hoji mana naqmadanning kayfiyatini ko'taribdi. Rahmat.桥下染红了你的禅息，每一缕阳光都洒落回忆，洒落在你的想象里，幸福的旋律总为你响起，兄弟姐妹把手腕挽紧，每一张笑脸都洋溢欢喜，洋溢在你的歌声里，腾飞的直达在无边无际。亲爱的祖国，我们祝福你，祝福你永远呀可喜呀可喜，美好新时代我们歌唱你，永远永远都呀可喜呀可喜。亲爱的祖国，我们祝福你，祝福你永远呀可喜呀可喜，美好新时代我们歌唱你，永远永远都呀可喜呀可喜。尊敬的各位老师们，大家好。我客驻阿图市来的选手Turg'unjon Hoji Mehmeti. Salam sizlarga hurmatli to'kpigar ustozlar, salam korxonchi ustozlar, Enjur makoni sot setq yurti Atishdan kelgan Mahir Turg'unjon Hoji Mehmetdan hammangizlarga salomlar bo'lsin. Rahmat. Rahmat Turg'unjon 3-chi payz naqshlarni aytib o'tdingiz, muborak bo'lsin. Barcha mehmonlarimizning kayfiyatiga o'zgacha kayfiyatlarni ato qildingiz. Undan so'ng baholovchi ustozlarimizning baho so'zlarini bir tanlab baqqan bo'lsak. Turg'unjon Hoji bu mahirimiz rost gapni demasam bo'lmaydi. Biz 2001-yildan boshlab tanishimiz. Shu vaqtning o'zidan boshlab o'zimda kasbiy uymakda xizmatda bo'lgan, ham kasbiy naqshchi, hem kasbiy riyosetchi shu yerlik otishdiki nurg'un faoliyatlarga
qo'shtilda riyosetchilik qilgan. Nayt talanti var. Nayt axloqi var. Par chapallari var müştəbir mayır. Maqetimki şu vatanperverlik kuylangan ustozimiz Abdullah Abdurim ijrosidagi şu naqshni ep kepti sahnamizga. Bundan şahsen ben bek hayacanlandım. Avaz üzemilik şahsi hissiyatımda mı ki desem, qarasam etraftaki malumlarımla ait hayacanlanıp kıldık. Avaz ornu muqam aletde çünkü tecrübelik emas memde. Üzemde ma devlet tildeki naqshdan başka her xil tillarda til ayırmaydigan manda tercümandek naqshchi bolchu bu. Her xil tilda naqsh etdi. Men şu 100 wattlık lampani berip etdim. Rahmet. Kollayman. Wow, mübarek olsun, mübarek olsun. Qani, Çolpan ustaz. Men bak yoqtirdim. Qolganni jiq gap qilmayli. Men bak yaxshi ko'rdim. Bo'pmi shu sahnadagi chifen, sahnadagi garanli demdimiz magnet maydoningiz ham ikkinchi qitim sahnaga chiqqan mahirimizning o'zi kuchliq şovxozlarchilik bir garanli bo'lgandan sirt sizning kun chichang taxmalqa yada rutay ashtaq bir garanliringiz bakka bo'pmi chapiningiz vahshiy shanliang dingchang chiroq deganda 1 2 3 4 5 yondiryapti. Oxiri o'chaqqa bo'lganda. Yaxshida yaxshi yandi. Muborak olsun mana chiq ustoz chiroqlarni yondodi. Endi yana bir ustozimiz qanday baholanib ber ekan. Turg'unjon efendi xush keldingiz. Didor G'animat. Rahmat. Qutlug' bo'lg'ay, men bir chiroq berdim. Rahmat. Muborak olsun mana. Halil ibn ustoz. Turg'unjon belenmisiz? Belen. O'tdan belen. Mübarek olsun. Naqshini bek yaxshi tanlab kepsiz. Suyumlik vatanimiz uchun etilgan har qanday naqsha hammamizning quliqiga bek yaxshi anglandi. Mübarek olsun. Men sizga bir bilet tashlayman. Rahmat. Mübarek olsun. Vangjan davşı. Dişa atuşның, tukkanның, Turg'unjon akam yaxshimi? Yaxshi. Bilen tudu吗？ yaman emas。我觉得您选的这个歌特别好，就像刚才那个乔盼老师说的一样，能够把大家的气氛都带动起来。然后您的这个衣服也特别亮，我觉得如果再有，我们再有这个到时候有一个大的这种演出的时候，如果再有很多人为您伴舞，这个效果就更好了。我们也特别期待，然后祝贺您，谢谢。谢谢。Wow. Mana 5 ustoz o'xshashli bir vaqtda o'xshashli chiroqlarni yondodi. Mana bu sizning muvaffaqiyatingiz. Rahmat. Endi navbatda korxoncha baholovchi ustozlarimiz qanday moyillikni ifodalaydi ekan? 3 2 1 boshlandi. Mana Zulnaz xalqaro so'chak shirkatidan boshqa hamma shirkatdagilar sizga o'zining moyilligini ifodaladi. Keyingi o'tkalga muvaffaqiyatga o'tganligingizni tabriklab Shinjang Ifsar xalqaro so'chak shirkatining qurg'uvchisi Qalbinur xonim o'z qo'li bilan medalni isib qo'ymoqchi. Qani, marhamat. Turg'unjon apandim mana. Davamlı qo'shashlar Shinjang Malik Birna xalqaro so'chak shirkatining qo'rg'uchisi Shoimardan Mahad apandim sizga bo'lgan moyilligini ifodalab yurak so'zlarini anglab boqamiz. Qani, xush kelibsiz. Rahmat, xush bo'ldin. Yuqorida bu naqshni aytdi, yuqori saviya bilan yaxshi o'rindab berdingiz, shundoq hayajonlandik. Yuqorida ustozlarimiz aytdi, yaxshi baholanib berib o'tdi. Bundan keyingi san'at hayotingizningki utuqliq bo'lishini tilayman. Muborak bo'lsin. Rahmat. Turg'unjon apandim, mana chiroyli ana vatanimiz kuylangan, ana vatanimizga madiyala o'qilgan chiroyli kuylarni bizga ijro qilib, kayfiyatlarimizga o'zgacha kayfiyatlarni taqib bergan so'lim xursand bo'ldik. Unda bo'lsa, keyingi o'tkal ustoz tanlash o'tkaliga o'tamiz. 5 4 3 2 1 boshlandi. Men shu Dilshod Anvarni tanlayman. Wow! Muborak olsun. Qani berib ustozlar bilan ko'rishib olganmiz. Hey, 乔旺！祝福你永远呀，可惜
惜呀可惜，美好是时代我们歌唱你，永远永远都呀可惜呀可惜。亲爱的祖国，我 Mübarek olsun keng ketganda buningdan zo'r natijalar qo'lga keltirgansiz. Rahmat. Rahmat, Turg'un Hoji, muborak bo'lsin. Mana sahnada rolni suluq joriy qildiringiz, shundaqla maydonning kayfiyatini ko'taryaptingiz. Naq maydondagi korxonachilar shundaqla tomoshabinlarni aytdi. Yuqori kayfiyatda sizga olqishlarni yangratdi. Undan so'ng hozirgi his tuyg'ularingizni anglab boqaylik. Eng avval shu programmani bizdek naqshlarga fursat yaratib bergan shu et naqshlarni programmasining butkul xodimlariga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Men bayatdan bek jiddilashgan. O'ylamagan yerdan ustozlarniki yaxshi taklif fikriga va tomoshabinlarning qizg'in olqish sadolarini ko'rib, ham anglab, o'zimga bo'lgan ishonchim texdim ochdi. Men endi bularniki bu yaxshilikni chuqur o'zimning bundan keyingi nadir bo'lgan, yaxshi bo'lgan naqsham orqali şefqatni yandiraman deydigan arzuyim bor. Et naqshani programmamizning sahnalaridagi raqobat intan keskin bo'layotgan baygi maydonimiz hammamizni hayajonga soldi. Keyingi mayerimiz zodi qaysi ustozdan tanlaydigando? Chiroq yiqilish ahvoli zodi qandoq bo'ldigando? Dehqonlar davomli ekranimizda bo'lsin. Yaxshimisiz? Undan so'ng ekrandagi ko'rmalarga o'zingizni bir tanishtirib o'tamsiz? Yaxshimisizlar do'stlar, men Pichanli uchundan Bekir Umar bilan ekran orqali yuz ko'rishganligimdan nihayat xursandman. Rahmat, qarshi olamiz. Hozir mana sahnaga chiqish oldida turyapsiz, undan so'ng jiddiylashyotamsiz. Azroq. Agar navoda chalnib chiqib qolsangiz, qanday kayfiyatda bo'lasiz? Tuyuqsiz chalnib chiqib qolsam, ko'nglimni qo'sh qilib yaxshi o'ynab ketaman. Davomli sizniki eng yaxshi kayfiyatlarda sahna rolingizni to'liq joriy qildirishingizni umid qilamiz. Bakray undashtirishing, g'ayrat qiling. Söyledim uğruna ben seni dırdım, İlham uçmedi şu utluklara, Ervanı kılmadı miskin küllünge, Başkanın kalbine yandırıp çırar. Ervanı kılmadım miskin çölümge, başkanın kalbine yandırıp çırar. Örtendi yaş döküp icran otunda, yüreğim üzüldü buldu lehtikan. Sarıldım tağlamı, keldiler zige, yanıla pervasız yürüdün sen canan. Sarıldım tağlamı, keldiler zige, yanıla pervasız yürüdün sen canan. Şu sebep bu küllüm tulumu yerini, Işkında ürtünü kıynaldı cini. Muhabbet kucisi Yaki şundaq mı Gelmez mi hayatta sana uvalı. Muhabbet kucisi Yaki şundaq mı Gelmez mi hayatta sana uvalı. Gelmez mi hayatta sana Yaxshimizlar ko'pchilik.
Ben Piçanaya Lüşün Bazır'dan ismim Bekir Ömer. Sizler bilen yüz görüşkeligimden ait xursandman. Rahmat. Sizga rahmat. Shunda yuzdan yigitga aralli dedi. Shu Lükçün Bazır'dan degan gapni angladim. Shunaqo ha? Shunaqmi? Xatolashmagan bo'lsam. To'g'ri. O'zingiz qanday his qilyapsiz? Tunji qitim sahneye chiqishim. Shundoq cho'ng sahnaga tunji qitim chiqsangiz. Tunji qitim chiqishim. Naqshini aytib kelayotgan qancha vaqt bo'ldi? Naqshi aytayotganimga restoran choyxonalarda naqsh aytayotganimga bir 12-13 yildek bo'ldi. Xil uzun bo'lib qolibdi ha. Lekin o'zingizniki haqiqiy talentingizni va mahoratingizni sinaydigan mana shunday cho'ng tipdagi musobaqa xarakterdagi programmalarga qatnashishingiz tek tunji qitim, shunaqmi? Xushnak bo'lsa, baliqchilarimiz sizning bugungi bu o'zingizga xos Bakri uslubidagi Uvolim nomli naqshiga qanday baholanib berdikin? Qani anglab baqayli, marhamat. İnimiz Bakri, xush kelibsiz. Xush buldum. Bu naqshi sizga shunchalik tushibdi meningcha. Ovozingizni Abdulla ustozga o'xshash chiqarmay, o'z oldingizga o'zingizning uslubi bilan aytibsiz. Mayli hissiyat jihati bo'lsin, puraq jihati bo'lsin, naqshining qattiq yumshoqligi jihati bo'lsin, intayin o'lchamlik. Menga yoqdi. Muborak bo'lsin, men siz uchun bir chiroq yondirdim. Rahmat, Xalila ustoz. Qani, Wang Jianjiang daoshi. Salam Bekli. Siz Lukchun Lukma? Ha. Turfa mukam bilamsiz? Turpa muqamini bilamsiz deydi. Cho'qim ayta oladi, qani. Chavaqlarimiz bilan bir rag'batlanib baqaylik, qani. Bakri. Atam meni vay harvaydı canay yambul kapurma yar yar ey. Şunday yakınlık var. Bak yakışık ya. 谢谢，太好了，这个姆卡德麦唱的太美了。我那个吐鲁番的传承人好多，我们都是特别好的朋友，然后也期待咱们有时间一块儿能够交流。谢谢，祝贺你啊！姆卡姆唱的好。也非常感谢王江江导师的点评，非常感谢。 Bekri, salametmi? Salametçilik. Amdan dememsiz. Amdan mı? Abay, Wang Jianjiang muşunda bir sınav yapamagan bolsa, muşu acab yinsa yaxshi ovozniki. Qanda bo'lib ketgani bu deb qaragandim-chu. Demak, o'ziga tushgan naqshini ditlash, tanlashning o'zi bek muhim. Rasman mesela o'ylab qoldim, keyin aytgan naqshni anglab. Anında mesela ovozning yo'riqligi chiqdi, muqimligi chiqdi. Men keyinda aytgan shu bir bilak ahangiz shu kuyingiz uchun yondirg'anni deydi ekan chiroqni beraman. Rahmat. Isel, rahmat. Tulchat ustozning yondirgan chiroqqa rahmat sizga. Cho'lpon ustoz sal keskinroq. Amda qattiq qopaldik qolsa, bo'lmaysizmi qimo? Hayga sayqamayman-ku. Amdan. Bakri Ömer. Rost gapni qilsak, bir inson uchun o'zining tavalligi, o'zining yurti, o'zining yiltizi bak muhim. Siz qayerdan yiltiz topgan bo'lsangiz, shu yerdan texmi cho'ng qurilishingiz kerak. Shunlashqa gilingizga zo'limang, muqam etgan vaqtida bütün bedenden çıkıvatkan avaz bağı aş avazını işitişini ügünün teknik ügünü olsanız işlemden korkmaysız. Bulanmıt da ha? Makul rahmet. Aynak kitam da. Buldulaynak bakına alımsa. Rahmet. Çırak amuyum ha. Kudret ustoz sal işkilinip kaldınız ha? Nimin oylayatkan mı oğuydunuz? Kaldınız qanday oyup fikirler kelgendi. Bekri Ömer teş çıkma, yaxşı durdunuz mu? Ömer atamla teş çıkma. Amdan tazıma. Amdan gitpaydı özler. Toyla, Michael House nakşı etvatamsız yine toyladı mı, Michael'adı mı? Etvatımız. Lükçünkü çıkıp barmayçı. Lükçünde dostlarımız var. Şu ançımıca şivilerini doğrap kolukum sınıp kaptı. Ndeyimiz hem sizge, qanak birimde baksak olur. Müzikisini üçüretip şamal qesam da ettik hep o. Bir bela da bakmayla yandırıp bakmam sıçırak ne? Ay, nıqsınız qıpaqsınız ha. O qoqsızı boğan ki. Sizge bir çırak bedim.
Yaxşı isil. Muşu en mühim deyme. Rahmet, yetedi şu. İsil mına. Endi biz uvalım namlıq muşu muğluq naqsını şunda obda oturup muğlağı çöküp anlap bəgən bizden süyümlü karxançılarımızdan ki mayılıqı bir qarap bakaylı. Ola qançılık çıraq yandırdı ekan. Qani karxançılarımız çıraqlarımızı bir yandıraylı. Muşu uvalım degan naqsha har vaqt bizningki muşu suyib anglashimizga muyassar bo'la oladigan naqsha. Hammamiz shunday yaxshi ko'rganki, eng muhimi Bahrimo o'zininki butun vujudi bilan berilib aytqashqa bu naqsha korxonchilarimizga shunday yarabdi. Xo'shunday bo'lsa, korxonchilarimizning vakillari qatoridan Xinjiang Gulruz savdo chekcherining qurg'uvchisi Xalchigul xonimni o'zining ko'ngil bayonlarini so'zlab berishga taklif qilamiz. Marhamat. Rahmat. Yaxşımızlar, hürmetlik ustazlar, suyumlik karxançılar, ekran aldıdaki körermenler, hemminglarning hazırki vaqti xayrlik bolsun. Şundaqla bugünkü muşu et naqşanlı programımızı qatnaşqan yurtdoşum Bahri, naqşınızını bək yaxşı gördüm. Şunçalik yaqımlıq naqşını etdiniz. Mən həm Gülruz şirketideki barlıq işçi xizmetçiler sizge utuq amet dileymiz. Siz hemmeden qaldınız. Rahmet. İsil. Yurtdışın şundaq isil bayan bahalarını bəriyə. Xoş, ondaq bolsa, əmdə biz ana şu karxançılarımızdan arzudan sizin keyingi musabaqa ötkülüge muvaffaqiyatlik qadam basqanlığınızın nişanı süpüdüreki medalni oyununuzga öz qolu bilan taqab qo'yish taklif qilsak. Qani tövəndə biz Xinjiang Qalbinaz Soğudu Çekçeriklərin qurğucusu bolğan Qalbinur xanımni bugünkü mahirimiz Bakrining boynuğa medal taqashqa taklif qilgan bolsak, qani Qalbinur xanım sahnimizga marhamat. Kutlayımız mübarek olsun. Qalbinur xanım sizga ko'p rahmat. Undaq bo'lsa, oxirgi damlarda siz bundan keyingi musobaqa o'tganlarda o'ngishliq shu o'tganlardan o'tishingizga yetakchilik qiladigan bir ustozni tanlaysiz. Ko'nglingiz kimni xalotir ekan? Dilshod ustozimiz. Mübarek olsun Dilshod ustaz. Bugün Dilshod ustozni tanlaydigan shogirdlar, mayirlar ko'proq chiqdi ya. Qindaq bo'lsa, Dilshod ustaz shogirdimizni qabul qilib olgaysiz. Bakri sizga yana bir qatim qutuq omadlarni tilaymiz. Yangi natijalar sizga mangu yor bo'lg'ay. Mana mayırımız Bahrimo o'ng'ish holatda keyingi o'tkalga o'tdi. Muborak bo'lsin Bahri. Undan so'ng hozirgi hissiyotlaringizni anglab o'tamiz. Keyingi o'tkalga o'tganimdan nihoyat xush bo'ldim. Mushu 5 nafar baholovchimiz 5 chiroqni to'liq sizga yondirdi shundaqo. Bu nima degan vaqtda sizning tutgan umid zo'r, keyingi bosqichlarda o'zingiz rolni to'liq joriy qildirib, eng oxirgi sirliq cho'lpan darajasini talashganga qadar texnik tirishingizni chin dilimizdan umid qilamiz. Xayrat qiling. Rahmat. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, yaqinlarda bo'layotgan Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Okean televiziyasi birlikda ro'yobga chiqargan Et naqshangni televiziya san'at programmasi. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, navbatdagi mahirimiz o'zining talantini qanday joriy qildirgandi, qanday namoyon qildirgandi. Hammaylar birlikda tuvandagi mahirni to'rt ko'zimiz bilan kutaylik. Qani, amdagi mahirimizga sahnimizni qoldirsak, marhamat. Yaxshimisiz, xayrli. Aldı bilan ekranda ko'rmanlarga o'zingiz bir tanishtirib o'tasiz. Salam, hörmətli ekran aldığındakı əziz görmənlər. Mən Xəyrgüldən, əmanlar otuq salamlar olsun. Rahmat Xəyrgül, mana səhnəyə çıxış aldı turatsız, hazır ciddiləşiyotamsınız? Biraz ciddiləşiyotman. Ciddiləşmədən bilsəm yalğan olub qaldı. Bugünkü şu aldın mahir dalaş basqıçı tayyorluğunuz qanday? Tayyorluğum yaxşı oldu. Ondan sonra elə səhnəyə çıxan vaxtda ən yaxşı ruhi keyfiyyət bilan, ən yaxşı ruhi halət bilan keyingi o'tkalga o'tish uchun davomli tirishimiz Xəyrgüllər. Xayrat qiling. Şaq-şaq edilir
谢谢大家。Salam naq meydan aldiki, naq meydandaki aziz tomoshabinlar, baholag'ich ustozlar, ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, men Xayriguldan hammanglarga o'tliq salom. Wow, Xayrigul xonim. Mana. Unda esa baholag'ich ustozlarimiz sizga salom bergan tariqida baho so'zlarini aytdi oldi bilan Cho'lpon ustozning baho so'zlarini anglaymiz. Salam Xayrigul To'qniyaz. Men shunday hayajonlandim hozir. Nima uchun desiniz? Tarjimonangizni o'qidim. Kichigimdan tatibdan naqsh musiqaga intayin herisman edim. Dangliq bir naqsh cho'lpini bo'lish orzuyim bor edi. Afsus, oyindagi ma'lum ishlar sababidan bu orzuyimga yetolmay qoldim. Hali ham bo'lsa-mu jafokash ustozlarning bizdek naqsh havaskorlari uchun tas qilib bergan bu fursatdan unumli foydalanib o'z talentimni joriy qildirib boqqim keldi. Alayda natijadan tamoyim yo'q, biroq mushu orqali ishlarimning yaxshi bo'lib ketadiganligiga ishonchim bor. Rahmat sizlarga deb yozibdi. Hozirga qadar 12 mahirning ichida tunji bo'lib chiqqan ayol naqshchi. Nima uchun mishanda buni hayajonlanib ketdingiz desangiz, menmi sizga o'xshash. Menmi bir sakrandagi bir o'qituvchi xolos. Kichigimdan shunday naqshga qiziqatdim. 20 yil tirish orqali mana bugungi shu o'rindiqda o'tirishimizdagi sabab mayli bu cho'ng sahna bo'lsin, mayli bir kichik sahna bo'lsin, xalqning qalbidan o'rin olganligimiz uchun har bir artistning fansi, haqiqiy fansi bo'ldi. Ham qo'llovchilari, ham qarshi turg'uvchilari bo'ldi-ku. Mayli nim bo'lishidan qat'iy nazar, mushu o'rindiqqa tava bo'lib, mushu yerda o'tirganlikning o'zi bir g'alaba. Ovozingizning mungi, ovozingizning har bir puroqni olgandagi yiliqi sehr xuddi g'unchamninki, xuddi shu hech qanday tam tetitqush, hech qanday rang, hech qanday ximiylik modda aralashtirilmagan mushundaq bir sap ovozga. Siz mayli 40 kiring, mayli 50 kiring o'xshash o'zingizning orzuyingiz uchun dog'dam shu nurga qarab mangsingiz bo'laverdi. Mening sizga nurli yo'lni ko'rsatib bergan bor. Wow, muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Xayrigul xonim, xush keldingiz. Rahmat. Hammamiz hayajonlanib turibmiz. Menga bergan ta'siringiz ham rost deymiz bu yerda. Menga bergan ta'siringiz men xuddi sizni tunji shu hozir ko'rgan vaqtimda 60-yillari rangsiz tortilgan suratga hozir rang bo'yoq berib qo'ygandek bir tuyg'u keldi-ku. Sizning mushu turqingizning o'zi san'at. Wow. Xo'sh, ishlaringiz qutlug' bo'lg'ay, teningiz salomat bo'lg'ay, orzu, murod, maqsadlaringizga yetkazsiz. Men bir chiroq berdim. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Qudrat Abdulla ustoz bir chiroq. Muborak bo'lsin. Dilshod ustoz. Salom, kelgan qadamingizga muborak bo'lsin. Xayrigul xonim. Sizning aboy hikoyalaringizni anglab haqiqatan bizlam emas, mushadik quliqiga kirganlik odam meningcha hayajonga to'ldi-ku. Mening unda kichikgina bir so'g'atliq bir kichik hikoyam bor. Mushu bambuk tarqin deydi-ku, bambukni. 3 yil ichida odat egiz o'sib ketadi-ku. 3 yil ichida yerdan teshib chiqib 3 santdan 7 santgacha o'sidi ekan. Lekin shu 3 yil davomida bambuk ostiga o'sib o'zining yiltizini cho'nqirildi ekan. Siz balkim mushkam kelgan qadar yiltizingizni cho'nqirilgan bo'lishingiz mumkin-ku. Shu 3 yildan keyin shunday bir o'sidiki, uninkini to'xtatib olmaydi ekan. Naqshingizdan ta'sirlandim, sizga chiroq berdim. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Xayrigul, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Men shu sahnaga chiqqandagi shu kiyim-kechaklaringiz shu g'unchamni ko'rgandek bo'ldim. Buningga qarabmi sizning shu san'at kasbiga bo'lgan qiziqligingizning qanchalikligini, o'tda qiziqligingizning bog'lig'ini ko'rib olib bo'ldi. Meningcha yoshni unutib ketgan, yosh degan bir son. Mangu yurigingiz 21 yosh turaversin. Bulamda g'alba sizga yor bo'lsin, men sizga bir chiroq yondirdim. Rahmat. Wow, mana. 王江江导师，海哥姐姐你好，您这个特别有正能量，把我们所有人都感染了，就是，
我也为您的梦想和坚持为您点灯，谢谢。 Wow. Mübarek olsun Xayrigül Hanım. Biz mush fursatda sizning Et Naqshani programmasi orqali huzur sahnasiga, sharaf sahnasiga muyassar bo'lganligingizni tovangi o'tag'i mehmonlarimizning, ustozlarimizning chavaklari orqali yana bir qatim qizg'in tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat ko'pchilik. Rahmat ustozlar. Amdiki navbat. Eng suyimli bo'lgan karxanchi baholovchi ustozlarimizning konubga besish o'tkili keldik. 3 2 1 boshlandi. Adıqınız çıxdı mı Xayrigül xanım? Adıqım çıxdı. Həqiqətən adıqım çıxdı. Rəhmət köpçülük. Rəhmət əzizlərim. Rəhmət ustazlar. Mana karxanchi baholovchi ustozlarimiz sizga bo'lgan mayilligini ifodalab, hamma karxanchilarimiz yeshil chiroqni yondirdi. Mana bu sizning muvaffaqiyatingiz. Muborak bo'lsin. Et Naqshani programmasining keyingi o'tkalga muvaffaqiyatli o'tganligingizni yana bir qatim qizg'in tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Rahmat. Unda olsa sizga davomli sharaf medalni Şinjan Sehinur Xalqaro Sochak shirkatining qo'rg'isi Subinur xonim o'z qo'li bilan bo'yningizga esib qo'ygan bo'lsa. Wow! Xayrigül xonim, sizga bo'lgan aprelligimiz hasilab ochdi. O'sha minutda davomli Şinjan Husnigul Xalqaro Sochak shirkatining qo'rg'isi Yasinjon apandimning muborak so'zlarini birlikda tanishgan bo'lsak qani. Qada Xayrigül xonim, qada ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi. Rahmat. Sizning naqshingizni oqsilib birlashishda o'nglig'indek qilaman. Endi esingiz ketdi? Yo'q, nadalig'im esimda yo'q. Lekin shu vaqtda bir ovozingiz chiqib menga bir sehrli bir tuyg'u bergan. Naqshingiz esimda bor, lekin nadalig'im esimda yo'q. İşlerinizde ait utuqliq bo'lsin. Ama sizga bugun Şinjan Husnigul Sochak shirkatininki 2000 yuanlik istiqbol kartasini sovg'a qilaman. Texim yosh turishingiz uchun. Wow! Rahmat. Rahmat Yasinjonka. Teximi güzel bo'lib ketding, teximi sog'lom bo'lib ketding. Teningiz salomat bo'lsin. Unda bo'lsa, Xayrigül xonim, ko'zingizni mahkam yuming. 4 3 2 1 ko'zingizni ochmaysiz, ustozni bir tanlang. Xalida imom ustozni tanladim. Wow! Endi ichki ko'zingizni. Qani, unda Xalida xonim bilan bir ko'rishib o'tamiz. Xayrigül xonim, muborak bo'lsin. Mana ekranda ko'rganlar bizningki mahirimiz Xayrigülmü o'ngishli holatda keyingi bosqichga o'tdi. Yana bizning baholovchi ustozlarimiz 5 nafar baholovchi ustozimiz 5 chiroqni to'liq yondirdi. Unda esa Xayrigül muborak bo'lsin. Mana sahnada o'zingizning go'zal hikoyalari orqali baholovchi ustozlarimizni ta'sirlantiryaptınız. Hozir qaysi tuyg'ularingizni anglab baqsam bo'lamdi? Bo'ladi. Men o'zimga burundan haqiqatan ishonchim bor, lekin maya kelgandan keyin ba'zi bir ishlar sababidan azroq kallamga qatnashib o'tamaslik tek bir xil shunday his qilgan. Lekin unga mayli deb idam tayyorlab batdi. Lekin mendaq holatda men o'qituvchilarni ta'sirlantirib yig'ilgidek holatda men unda tasavvur qilmagan, unda o'ylamagan. Shuning uchun men o'zimni haqiqatan baxtli his qildim. Men bek faxrlandim. Rahmat. Rahmat, her birimizin güzel hikayesi buldu. Dal şu güzel hikayelerimiz bizden keyinki muvaffaqiyat yollarımızga aşkışlık rol oynaydı Xayrigül şundaqo. Sizga davomliq keyinki bosqichda yana rolingizni to'liq joriy qildirib, texmi yaxshi bo'lgan natijani qo'lga keltirishingizni umid qilaman Xayrigül. Davomli xayrat qiling, bir kulimsiraytan ekranda ko'rmanlarga. Rahmat. Men ang qaltis deydi. Men ang qaltis. Ürümçi radyo televiziya stansiyasi bilan Okyan televiziyasi birlashib ro'yobga chiqargan cho'ng tipki televiziya programmasi Et Naqshani programmasining bu soni mushu yerda oxirlashdi. Kelasi programmamizga ko'rishaylik. Xayr xo'sh. 神秘巨星。 Gece gündüz
didar izlep otdek yanıp düştüm endi. Hem şu ümitlik çolpan yoluğa menişinizden ümit kılma. Ağalarını toluk çıkarsınız, nakşınız toluk namayan buldu. Ama o çağda mağlubiyet çıdımay tonurunca kılasa kılmaydı. Sizning Şinjandan chiqib taxmi parlashingizni umid qilaman. Ey, aşvergenge muşver bolup kaldıgan boldum da hemen he. 我觉得你这首歌完成的挺棒的，就是而且你自己也有自己的声音的特点。 Bana bir xil burundan anlap kevatkan nakşosunu siz etkandan keyin bir xil yangilik tuyg'usini his qildim-ku. Biri pek yaxshi eyditish kerak. Mushunaqda yana biri pek yaxshi eyditish kerak.